Shunchaki chichib qo'yib medal olish mumkinligini bilarmidingiz? Xizmat qilib yurgan paytlarimda bir voqeani eshitgan edim. Postda xizmat qilayotgan askar qistanib qoladi. Aksiga olib yonida sherigi ham bo'lmaydi. Noilojlikdan postni tashlab keta olmasdan turgan joyida hojatini qilib qo'yadi. Bundan xabar topgan komandirlar uning bu fidoyiligini munosib tarzda taqdirlashadi. 3-4 oydan keyin harbiy qismga yangi komandir tayinlanadi va yangi komandir o'sha askarni chaqirib, nima uchun medal olganligini so'raydi. Askar esa komandirga qarab, chichib qo'yganligim uchun deb javob beradi. Vaqtlar o'tdi, turli xil davlat idoralarida ishladim va turli xil sabablarga ko'ra medal va orden olganlarni ko'rdim. Ularning ba'zilari bunga munosib edi. Shunday toifalari borki, hali hanuzgacha ular qanday qilib bu medallarni olganligini bilmaydi. Shunday kezlarda ularga qarab ichimda chichib qo'yganligi uchun olgan bo'lsa kerak-da deb qo'yaman. Xullas, medal va ordenlar olish uchun turli xil qahramonliklar ko'rsatib o'tirmang. Ularni olish uchun shunchaki chichib qo'yishning o'zi yetarli. Tegib ketdimi?